Assalomu alaykum. YouTube'dagi Shifokor ona auditoriyasining obunachilari, qatnashchilari. Yana men sizlar bilan uchrashganimdan bag'oyat xursandman. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Onalar, chunki siz onasiz. Hech qachon siz farzandingizni kasal bo'lishni xohlamaysiz va buni shirin joniga igna suqishni xohlamaysiz. Men bugun sizga siz bilan olib boriladigan suhbatim uy sharoitida bolangiz shamollab qolganida qanday davolash usullarini o'rgataman. Demak, siz diqqat bilan videomizni ko'ring va albatta siz ham shifokor ona bo'lib bolangizni uy sharoitida davolang. Bolangiz shamollab qoldi. Demak, bu bolaning organizmini sizga, onaga qilgan signallari bo'ladi. Bolangizning yutalishi, aksirishi, burundan shilliq oqishi yoki tana haroratining oshishi yoki xirillab nafas olishi yoki bolaning uyqusining buzilishi, yemishdan bosh tortishlari, bular hammasi shamollashning belgilari. Onalar dastlabki kunda hushyor bo'lib, bolasini erta davolashni boshlasalar, bolani hech qanday o'pkasida asoratlar bo'lmaydi. Shu sababli onalarimiz bolalarini imkon qadar kunida 2 marta o'zlari kechqurun, ertalab, kelinki yoki kunduz kuni qachon vaqtlari bo'ladi, tekshiruv olib borishlari kerak. Bolalarida qanday o'zgarish bo'lishini darhol sezishlari kerak va davolash choralarini o'zlari boshlasalar, bolada hech qanday o'pka asoratlari uchramaydi yoki bolangiz bilan hech qanday siz kasalxonada yotib, ukollar, kapinsalar olmaysiz. Demak, onalarimiz juda hushyor bo'lishlari kerak va men hozir ko'rsatgan mana shu muolajalarni uy sharoitida olib borsalar, bolalari hech qanday o'pkalarida asorat bo'lmaydi-da, asoratsiz yaxshi bo'lib ketadilar. Biz kasalxonada ko'ramiz, bitta mavsumda bir bola onasi bilan 2-3 marta qayta davolanishga keladi. Chunki bola bir marta kasal bo'ldimi, bolaning immuniteti tushib qoladi. Natijasida qarabsizki, davolab ketdingiz, 10-20 kundan keyin yana bolangizda tana harorati oshdi, yana bolada aksirish, yutalish paydo bo'ldi, xirillashlar paydo bo'ldi va yana siz kasalxonaga tushib qolasiz. Shu sababli onalarimiz bolalarini immunitetini saqlash uchun o'zlari o'z vaqtida uy sharoitida davolash usullarini bilish kerak. Men bugun sizga garchishni bilan davolash usullarini, ya'ni bu o'zbek tilida xantal deyiladi. Demak, men siz bilan xantal deb men sizga bu narsani tushuntiraman. 3 xil shakldagi xantallar bo'ladi. Mana bu xantalimiz kukun holatdagi xantal. Mana kukun holatdagi xantal bo'ladi. Mana kukun holatdagi xantalimiz bo'ladi va mana paketchalik xantallarimiz bo'ladi. Qanday ishlatilish kerakligini men sizga hozir birma-bir ko'rsatib boraman va tayyor holatdagi xantallarimiz, mana qog'oz shaklidagi tayyor holatdagi xantallarimiz bo'ladi. 3 xil shakldagi xantaldan 4 xil usulda davolash kerakligini men sizga birma-bir ko'rsatib boraman. Demak, biz birinchi mana paketchalik xantalni qanday bolaga ishlatish kerakligini men sizga ko'rsatib boraman. Mana qarang, yaxshilab e'tibor qiling. Mana bunday xantallarimiz bor. Bu xantallar bolani quruq holatida oyoq tagida qo'ysangiz, misol uchun burnisidan shilliq oqyapti, yo'talqlarda aksiryapti. Birinchi kun shuni qo'yib borsangiz, qon aylanish yaxshilanadi, oyoq tagidan nerv yetkazuvchan yaxshilanadi va natijada bolangiz dastlabki soatlarda tuzalib qolganini o'zingiz sezib qolasiz. Demak, buni qanday ishlatishimiz kerak? Bolamizda misol uchun keling, bolamiz 1 yoshar bolamiz. Qanday usulda siz qo'yishingiz kerak? Mana xantallarni kerakli miqdorda mana qarang. Qirqib oldik. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda mana qog'ozi qalin tarafini qo'ying.
bu tarafini qo'ysangiz oyog'i terlab bolaning terilarini kuydirishi mumkin. 1 yoshdan keyin bu tarafini qo'ysangiz ularni terilari anchagina qalinlashadi va bemalol ko'taradi va kuyishgacha olib bormaydi. Demak, mana bolamizni oyoqchasiga mana qarang, agar biz razmer qilib olsak oyog'iga juda ham to'g'ri keladi. Shunda mana shuni qo'yasizda va bolangizni naskchasini, ya'ni paypoqchasini kiygizib qo'yasiz. Buni siz kun bo'yi qo'ysangiz mayli, lekin uni tez-tez tekshirib turishi kerak, bolaning oyog'i terlab va kuyib qolmasin. Keling, kunida 3 soat, 4 soat qo'ying, lekin 3-4 marta qo'ying. Albatta, dastlabki kunlarda xuddi shunday qilsangiz, ikkita oyoqchasida ham xuddi shuni agar har kun onasi qilib borsa agar 3 kun, 4 kunga bolangizga umuman o'pka asoratlari, yuqori va pastki nafas yo'llarida hech qanday asoratlar kuzatilmaydi. Demak, bu bitta usulimiz edi. Endi ikkinchi usulimiz xantalimizning mana tayyor holatdagi qog'ozlik xantaldan foydalanamiz. Qog'ozlik xantalimiz mana qarang, bu tayyor holatda buni tegishli joylarga qo'yamiz. Keling, men sizga o'sha o'pkada qanday qo'yish kerakligini sizga ko'rsatib beraman. Bolangizni mana teskari qilib yotqizasiz. Harakat qiling, bolangizni boshi mana bunday egri holatda bo'lishi kerak. Bolangizni qulaygina o'rinda yotqizib, bolani ikkita ko'krak qafasida xantalni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi bolangiz agar chaqaloq yosh bo'lsa agar, bu xantalimiz tayyor holatdagi o'sha qog'ozimizni 2ga bo'lamiz. Agar bolangiz 3-4 yoshda bo'lsa agar, bemalol siz xantalni bitta bo'lagini har bitta ko'krak qafasida qo'ysangiz bo'ladi. Bu qo'yishdan maqsad qanday bo'ladi? Bu qo'yishdan maqsad shu mahalliy qon aylanishini yaxshilaydi, limfa oqimlarini yaxshilaydi va nerv o'tkazuvchanlikni yaxshilaydi. Qarabsizki, shu yallig'lanish jarayoni tezgina so'rilib ketadi, bolangiz tezgina tuzalib qoladi. Shu maqsadda biz ishlashimiz kerak. Qaysi vaqtlarda ishlatmaysiz xantallarni? Qachonki bolada allergiyasi bo'lsa, yeringli toshmalar bo'lsa, bichilish bo'lsa, mana shunday holatlarda xantaldan foydalanmaysiz. Bolani terisi quruq va toza bo'lishi kerak. Demak, qanday usulda men qog'ozlik xantalimizni ishlatishini sizga ko'rsataman. Mana bolamizni mana agar razmerlab ko'rsangiz agar, mana shu bitta bo'lakchasi bitta ko'krakchasiga demak to'g'ri kelar ekan. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning terisi nozik bo'ladi, kuyish bo'lishi mumkin xantaldan. Shu sababli onalarimiz mana bu doka bo'laklaridan foydalanishlari kerak. Birinchi doka bo'lagini, mana qarang, birinchi doka bo'lagini yopib qo'ying. Sizga 40 graduslik issiq qaynatilgan issiq suv bo'lishi kerak. Onalarimiz albatta 6 bosqichda qo'llarni yuvish kerak. Agar shifokor ona kanaliga kirib qarasangiz agar, qo'l yuvish tartiblarini biz videorolik qilib joylashtirib qo'yganmiz. Albatta qo'l yuvish tartiblarini o'rganib oling. Men endi mana suvimizni o'lchab ko'ramiz. Endi 40 gradus bo'lishi kerak. Mana bunaqa suv haroratini o'lchagich termometrlar bor. Bolalarni cho'miltirish tartiblari roligimda ham men batafsil termometr haqida, suvni o'lchash haqida men ma'lumot berib o'tgan edim. Demak, suvingizni o'lchaysiz. Suv 40 gradus bo'lishi kerak. Demak, endi suvimiz 40 gradus edi. Siz xantalni botirib olasiz. Mana xantalni botirib olasiz. Bolamizda qarang. Mana bu xantalli tarafini emas, chappa tomonni. Xantalsiz tomonni qo'yasiz. Chunki 1 yoshgacha bolalarni terisi nozik bo'ladi dedik. Bolalarda kuyish bo'lishi mumkin. Shu 1 yoshdan keyin xantallik tomonni qilasiz. Hozir men qog'ozlik tomonidan mana qarang, mana shunday qilib mana qo'yaman. Ikkinchi bo'lak xantalimizni botirib olamizda suvga, mana shunday holatga qo'yaman. Onalarimiz yana bir narsaga e'tibor qiling. Mana umurtqa pog'onasi o'tadi.
umurtqa pog'onalarida emas, yoysimon qavurg'alar ustiga mana shunday qilib qo'yasiz. Mana shu joyda o'pkalar bo'ladi. Mana shu ikkita o'pka mana shu joylarda bo'ladi. Onalarimiz xantalni xuddi shunday holatda qilasizda. Mana qarang, 4 buklangan bollar plyonkasini ustiga mana shunday qilib mana yopasiz. Ustidan bollar adyoli bilan, mana qarang, adyoli bilan yopib qo'yasiz. 5-10 daqiqa. Agar xantalimiz toza bo'lsa, bolada qisqa vaqt bo'lishi mumkin. 10 daqiqa emas, 5 daqiqa. Yana 5 daqiqada bezovta, 3-4 daqiqada bezovta bo'lsa, ona albatta xantalni olishi kerak. Xantalni qo'ygan vaqtida onalarimiz har doim bolasini yonida turishi kerak. Chunki terilari kuyib qolishi mumkin. Endi vaqt o'tdi, bolamizga xantalni qo'yib bo'ldik. Ko'krak qafaslarida onalarimiz xantallarni olishi kerak va badanini misol uchun plyonkada artadi, yaxshilab artishi kerak. Hamda vazelin, mana tibbiy vazelindan foydalansangiz bo'ladi. Tibbiy vazelinni qo'lingizga surtib olasizda, bolani ko'krak qafaslarini massaj qilasiz. Mana qarang, massaj qilasiz. Mana shu barmog'ingizning yumshoq joylari bilan, ya'ni yostiqchalari bilan mana shunday qilib bolangizga massaj qilasiz. Juda ham yoqimli bo'ladi va bolangizga albatta shu joylarda qon aylanish bo'ladi-da, yallig'lanish jarayonlari tez serilib ketadi va natijada bolangiz ukolgacha bormaydi, tez tuzalib qoladi. Uchinchi usulimiz demak, bolamizni xantalli o'ralma degan yana bir muolajamiz bor. Men sizga hozir diqqat bilan kuzatsangiz, birma-bir ko'rsatib beraman. Bizga kerak bo'ladi mana bolalar chelagi. Bolalar chelagi kerak bo'ladi hamda mana tog'oracha kerak bo'ladi. Men endi kukunli xantaldan foydalanamiz. U uchun bizga mana osh qoshiq bo'lish kerak. 2 osh qoshiq. Mana qarang, 2 osh qoshiq xantalni solamiz. Bollar chelakchasiga mana soldim. Endi 100 gram 40 graduslik illiq suvimizdan mana solaman. Solamizda aralashtiramiz. Mana qarang, aralashtirib 20 daqiqa issiq joyda og'zini yopgan holatda 20 minut buni saqlaymiz. 20 minut vaqt o'tgandan so'ng biz 1 litr qaynatib 40 gradusga keltirilgan suvdan solamiz. Mana krujkam 1 litr suvni oladi. Demak, 1 litr suvni qo'shamiz. Qo'shgandan so'ng yana bir aralashtiramiz va do'qqa bo'lagidan o'tkazamiz. Do'qqa bo'lagidan siz ham uy sharoitida xuddi shunday qiling. Bu juda ham foydali. Mana do'qqa bo'lagidan o'tkazamiz. Qarang, xantallari do'qqa bo'lagida qoldi va bu tayyor bo'lgan xantalimizga bolalarning plyonkasini men ana 4 qavat qildim. 4 qavat qilib uzunasiga buklaysiz va ho'llab olasiz. Yaxshilab ho'llab oling. O'ziga shimishi kerak xantalni. Xantalni o'ziga shimib olishi kerak. Demak, men bo'tirib oldim va siqib olasiz. Siqib olasiz. Demak, bolangizni
o'rni tayyor bo'lishi kerak. Mana bunaqa taglik bo'lishi kerak. Chunki biz o'ralma qilgan vaqtimizda plyonkamizning nami bolani to'shagiga o'tib nam bo'lishi mumkin. Mana shunday qilib to'shak solasizda va plyonкani xuddi mana shunday qo'yasiz va bolangizni ko'krak qafaslarida, qarang, ko'krak qafaslarida mana shunday xantalli o'ralma qilasiz va bolani ustida bolalar o'zini issiqgina adyolchasini mana shunday qilib yopasizda, bemalol 20-25 minut qo'yishingiz kerak. Agar xantal toza bo'lsa, bola bezovta bo'lsa, 10-15 daqiqa yetarli bo'ladi. Demak, bolamizda 20 minut, 25 minut o'tib bo'ldi. Endi xantalimizni olishimiz kerak. Bolani ko'p bezovta qilish kerak emas. Xantalni olamiz va yaxshilab badanlarini artishimiz kerak. Mana toza plyonka bilan bolani badanlarini shimdirib artasiz. Orqalarini ham shimdirib yaxshilab artasizda, bolangizni issiqgina kiyimchasini kiygizib, issiqgina qaniroq kiyimchasini mana kiygizib, bolangizni issiq o'ringa yotqizasiz. Bu muolajamizni ham 4-5 kun davom ettirishingiz mumkin. Albatta bu bolaga juda ham yoqadi. Juda ham bolangiz tezgina yaxshi bo'lib ketadi va hech qanday bolada o'pka asoratlari kuzatilmaydi. Endi 4-usulimiz xantaldan foydalanish qanday bo'ladi? 4-usuldan foydalanishimiz demak sal murakkabroq bo'ladi. Onalar bemalol, ipli onalar eplab biladi qanday qilish kerakligini. Demak, yana biz xantalni tayyorlashdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Bizga endi chelagimizga 5 litr suv kerak bo'ladi. 5 litr suvga 2 qoshiq xantalni solasiz. Men sizga hozir 5 litr suvni tayyorlab ko'rsataman. Meni krujkam 1 litr suv oladi va men 5 litr suvni qo'shishim kerak. Mana menga suv bor. Bu suvimiz qaynatilgan 40 graduslik suv. Siz xuddi 40 gradus tayyorlab olishingiz kerak. Albatta, suv termometri bilan o'lchab ko'rishingiz kerak. Harorat vannaga solgan vaqtda 37 gradus bo'lishi kerak. 37 gradusdan past ham bo'lmasin, baland ham bo'lmasligi kerak. Shu sababli onalarimiz albatta termometrdan foydalanishlari kerak bo'ladi. Men mana qarang, 5 litr suvni mana solib oldim. Chelagimga solib oldim. Endi 2 qoshiq, yana 2 qoshiq osh qoshiqda xantal kukunidan solaman. 2 qoshiq xantal kukunidan solasiz va yaxshilab aralashtirasiz. Chunki suvimiz 40 gradus edi. Biz buni aralashmani 1-2 minut qoldirsak, suvimiz 37 gradus bo'ladi. Demak, kukunni biz sekin asta aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Aralashtirib olamiz. Buni ham bolalar vanachasiga doka bo'lagi orqali o'tkazib olamiz. Men hozir doka bo'lagini ishlatgan edim va xuddi yana shu doka bo'lagini ishlatsam bo'ladi. Demak, menga mana bunaqa bolalar vanachasi bor. Bolalar vanachasiga men xantal tayyor bo'lgan xantalli eritmamni marlidan o'tkazib olishim kerak. Siz ham xuddi shunday qilishingiz kerak. Mana doka bo'lagi orqali tayyor bo'lgan xantalni eritmamizni o'tkazib olamiz. O'tkazib oldik. Bu narsa juda ham foydali. Hozir onalarimiz ko'pchilik o'rganib qo'ygan. Bolasi bir aksirsa ham
yo'talsa ham, burnidan suv oqsa ham yoki tana harorati sal ko'tarilsa ham dorixonada yugurib borishadida siroplardan keltirib bolalarga ichirishadi. Bolalarni erta organizm zaharlantirish kerak emas. Bolani organizmining o'zi kurashishi kerak. Mana o'shandan keyin bolani immuniteti yaxshi hosil bo'ladi. Agar onalarimiz uy sharoitida mana shu usullarni qo'llasalar, bolalarimizning organizmining o'zi chiniqadi, mikrobga o'zi kurashib, bemalol kurashib biladi. Bo'lmasa bolani organizmi dangasa bo'lib qoladi. Siz qanchalar bularni kimyoviy usulda davolamang, bolangiz qayta kasal bo'ladi. Shu uchun bu fizikaviy usulda davolash, fizik usuldagi davolashni biz ko'proq bolalarimizga qo'llashimiz kerak. Men mana bolalar vanachasini o'zimga qulay qilib olaman. Suvingizni yana bir o'lchab ko'rishingiz kerak. Albatta siz ham o'lchab ko'rishingiz kerak suvingizni. Mana shunday qilib qo'ysangiz agar mana chelagingizni chelagingizni mana shunday chetiga mana shunday qilib qo'ysangiz, suvingizni sizga o'lchab beradi. Demak, suvimiz 37 gradus bo'lishi kerak. Suvimiz 37 gradus bo'lishi kerak va biz bolani vannaga tushirishimiz kerak. Mana qarang, vannaga tushirgan vaqtimizda bolani boshi mana qarang, mana shunday chiqib turishi kerak va albatta bolaga biz mana shunaqa plyonkasini, adyalchasini yopib qo'yishimiz kerak. Nima sababdan yopib qo'ydik? Bolani ko'zlari va burun shilliq qavatlari nozik bo'ladi. Xantallarning bug'i bolalarning shilliq qavatlariga ta'sir qilmaslik uchun xuddi mana shunday qilib yopib qo'yasiz va bolaning boshi mana shunday chiqib turishi kerak. Bu muolajamizni ham 10 daqiqa bajarishimiz kerak. 3-4 kun. Albatta 3-4 kundan keyin bolangizni qarabsizki, hech qanday dorilarsiz, ukollarsiz tuzalib qoladi. Onajonlar, albatta siz ham shu usullardan foydalanishingiz kerak. Mana vaqtimiz bo'ldi, 10 daqiqa bo'ldi. Endi bolamizni olamizda yaxshilab plyonkasi bilan quritamiz va issiq o'ringa issiq kiyimlarni kiygizib yotqizamiz. Qarabsizki, ertasi kuni bolada shamollash belgilari, biron belgilar uchramaydi va bolangiz tuzalib qolibdi. Hurmatli onalar, agar sizga muolajalarimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Sizga yana qanday savollar tug'ildi, kommentariyaga yozib qoldiring. Biz sizga javob berishga albatta tayyormiz.